Ajdodlaringizdan kelayotgan aynan qaysi karma savoli sizda takrorlanayotganini qanday bilib olsangiz bo'ladi? Hozir diqqat bilan eshiting. Agar siz bosh farzand, ya'ni birinchi farzand bo'lsangiz, birinchi farzandlar ko'proq 90% dan 100% gacha karmani yuklab oladi genidan, otasi tarafidan kelayotgan zanjirni. Ya'ni dadasidan, dadangizdan kelayotgan karma zanjirlarini yopilmagan savollari sizga o'tkazib beriladi degani. Agar siz ikkinchi farzand bo'lsangiz, ona tarafdan kelayotgan karma savollaringiz ko'proq sizga o'tadi geningizda, onangizni genidan onangiz hal qila olmagan savollar sizga o'tkazib beriladi genetik taraflama. Agar siz 3 yoki 4 keyingi farzandlar bo'lsangiz, siz har ikkala bosh farzanddan qolganini olasiz. Ko'proq jamiyat matrisadan qolgan jamiyatdagi karma savollarini hal qilasiz. Lekin hammada bo'ladi karma savoli. Ajdodlardan kelayotgan hozirgi kundagi kundalik jamiyatdagi o'rni bilan bog'liq karma savollari, bularni hammasini hal qilish kerak bo'ladi. Ya'ni anglagan holda yechim berish kerak bo'ladi. Xo'p, bilib oldingizsa, asosiy siri shunda. Ya'ni meni qaysi karma sloyim ko'tarilyapti deb siz bu savol qiynayotgan bo'lsa, o'zingizdagi holatni anglolmayotgan bo'lsangiz, kuzating. Siz bosh farzand bo'lsangiz, dada tarafni kuzatasiz, otangiz tarafni kuzatasiz. Ular qanaqa savol hal qila olmagan va keyin siz tug'ilganingizda qanaqa vaziyatlar bo'lgan va qaysi savollar yopilmagan bo'lgan. Ota-onangiz ko'proq qanaqa savol bilan og'ringan shu paytlar. Buni eslaysiz, so'raysiz, kuzatasizda, anglaysiz natijada. Natijada anglaysiz qaysi savolni yopishingiz kerakligini. Agar siz aytganimdek keyingi farzand bo'layotgan bo'lsangiz, onangiz tarafdagi yopilmagan karma savollarni kuzatasiz. Ona tarafdan qarindoshlaringiz ko'proq qaysi muammo bilan qovurilyapti, ularni kuzatasizda, o'zingiz uchun xulosa qilib anglab olasiz, sizda qaysi savol ko'proq takrorlanayotganini. Va shunga ko'ra o'z ustingizda ishlasangiz to'g'riroq va tezroq samarali bo'ladi. Xo'p, agar orada farzandlarda o'lim bo'lgan bo'lsa-chi, misol uchun sizdan oldingi aka opalaringiz bo'lgan, ularda bolalikda o'lim bo'lgan bo'lsa, siz chiqasiz ularning o'rniga birinchi farzand, ikkinchi farzand bo'lib yuqoriga qarab surilib borilaveradi. Ya'ni shunga ko'ra anglab olsangiz bo'ladi o'zingizni karma savolingiz qayerda qolib ketayotganini. Va yana misol qilib tushuntiraman, qarang. Agar siz tug'ilganingizda oilangizda pul savoli hal qilinmagan bo'lsa, ko'proq bosh farzandlarda bo'ladi bunday savol, chunki endi oila qurilganda yoshlar, juftliklar farzandli bo'layotgan paytida hali o'zlari ham oilasining moddiy holatini, moliyaviy erkinligini to'liq ta'minlay ololmagan bo'lishi mumkin. Juda ko'p hollarda shunday bo'ladi karmik oilalarda. Va bu pul bilan bog'liq karma savoli sizga ota-onangizdan o'tkazib berilgan bo'lishi mumkin. Agar hozirgi kuningizda qarz bilan bog'liq, pulsizlik bilan bog'liq, pulda og'riqli savollar ko'p bo'lsa, o'zingiz uchun his qilib aniqlashtirib oling, sizga qayerdan kelyapti bu savollar. Yoki bo'lmasam kasalliklar ham juda ko'plab kasalliklar genetik taraflama, ya'ni karmada yopilmagan savollarning hisobiga bo'ladi. Agar kasalligingiz irsiy kasallik bo'lmagan taqdirda ham ma'lum bir karma savollarning yopilmasligini hisobiga bu kasallik ko'rinishida sizga kelib chiqayotgan bo'lishi mumkin. Bunda chuqurroq diagnostika qilish kerak bo'ladi. Hozir aytib o'tganim qisman o'zingizni biroz tahlil qilib olishingiz uchun, qaysi savolingiz ko'proq qiynayotganini, qayerda to'xtab qolayotganingizni aniqlab olishingiz uchun yordamda bu texnika. Buni diqqat bilan qayta eshitib chiqib, o'rganib olsangiz juda ham yordam beradi. Qayerda to'xtab qolayotganingizni, qaysi karma savolingiz bilan ishlashingiz kerakligini anglab his qilib olasiz albatta.